Xo'sh, ko'ratchi. Mollarni yemini berdim, suvini berdim. To'g'lan tuxumini terdim, aslamni dush qildim. Hammasi yaxshi. Endi nas bo'lsa kursiga ketish kerak. Kakirasi uyimga yaqin bo'lgani yaxshi bo'ldi. Moshincha damini olsin. Haydi rais bu. Amerikan bilet qancha bo'lsa, o'zbekning mollari zeriktirdi, balki bir amerikanskisini ham ko'rib kelaylik qani. Hech yerda ekan-ku. Nima yozilgan ekan? Edu faloncha. Qorachi o'qib bilmadik. Kirsak keyin o'qiymiz nasib aylasak, yetib qani. Kimson rais uchun hamma eshiklar ochiq. Qishloqda bolalar hammasi shu yoqda-ku. Men Amerika bo'lsam mashinaga tushaman Amerikada. Michael Jacksonning qabrining yonida bunday qilib tushaman. Mo'non qizlarni qarang. Hammasi mo'non ko'zi yumilibdi. Hammasi qishloqda bolalari, qishloqning faxri bo'ladi. Mo'noqda ham rasmlar bor ekan. Mo'non o'tirishga zo'r ekan-da mana. Darsga kech qolyapman. Eshak bilan tushdilar. Men New Yorkka borib buqa bilan tushaman, borki. Raisello della Cruz bo'ladi. Kech qolyapman-ku. Assalomu alaykum. Domla kech qolmadimmi? Mana shu yerda o'tiraveraymi? Ana shu yerda o'tiraman. Men qanday o'tiradim? Ustiga bunday o'tiraymi? Ochiladi. Tekinilavachilar. Rais bu? Daftar o'sha qani? Daftar dedingizmi? Daftarda qoldim deymanda. Yo, to'xtang, men qarang. Fox ko'rasizmi? Fox ko'rasizmi? Qaranglar, mana qo'lim bo'sh ko'r. Mana shipilni qilibsiz. Mana chiqadi. Ko'rdingizmi? Mana qarang, ruchkani qarang. Xo'p, shipilni deyman-ku. Mana endi mana ruchka chiqadi. Bu sayyor bo'lsa boshlaymiz, birinchi dars. Ket. Hop, qarang, birinchi so'zimiz Amerikaga katta suv ustuvchi o'tasiz-ku. O'shani inglizchasini aytaman hozir. Birinchi bo'lib bu o'qilishi ocean deb o'qiladi. Mana u ocean birinchidan mana xato o'qigani Osiyoq bo'ladi. Osiyoq biz kirich o'qiganku, menga qarang, kirich o'qiganku. Yo'q, bu ingliz tili-ku. Azizlar qarang, bu lotin harflari endi yangi alif bu. Bunda biza ocean deb o'qiymiz. Mana shunga qarab qiling, bu ocean. Hozir men bitta takrorlaydi, bitta o'qib ko'raydi. Ocean. Ocean. Yo'q, quvvat mollarim qani? Ocean. Mollar ichida qarang, o'qib bildingiz. Qarang, endi ikkinchisi suvni o'tamiz. Va o'qinchi bitta meni mana qilib yozib qo'yganingizni qaranglar. Men qarang o'qib beraman. Water yozilgan. Mana uni V dedingizmi? V'ni qarab turing, men qanday o'qiyman. Water. Men qaramoqman inglizda borki, bizda o'zbeklar uxlatibdi. O'tirib ich degan so'z borki, mana o'tirib iching deydi-ku, mana o'tiribni. Mana shu o'tiribni bir water qilibdi-da, tamom. Mana shu o'tirib ich, ana shu water. Amerikacha talaffuz o'rgataman. U qarang, bitta ishni kelsa aytadi. Water. Water dechchi? Ingliz tilining ichiga nima so'kamiz faqat. O'tirib so'kamiz. Yo'q, bor. Qoralik. Yo'q, do'rago'siz bo'laydi. Men qarangda men mana tam o'rayapti, men davlemni ko'tarib ketdim. Bo'lib basqiga men ketayim, uyga tinchgina. Uchta bo'lsa ketamiz. Oxiriga qarayman, endi qiziq joyga boshlayapman-da. Qiziq joyga boshlayapman mebel. Men qarang, mebel dedingizmi? Nima eslatdimi? Menga maftunani eslatdi. Balki birinchi muhabbat shunday makapani bog'larda yurildingizmi? Bo'l, rais bor. Pulni o'rganaman. O'zi mana shundan boshlash kerak edi, da so'z. O'qingchi? Money. Men bunday qilmayman. Money. Qani yarashadimi? Qarang. Money. Bu menga javobim men kutaverayman. Men qarang, Amerikaga ketsam bo'ladimi? Itdan uyga borib narsalarni yechtirib, shuni ketsam bo'ladimi? Mana shu 3 ta so'z yetadimi menga? Yo'q, ularga ketmaysiz. Ertaga ertalab kelasiz. O'rnini davomi bor. Qo'paysiz, sog' bo'ling. Menga javob ketaverayman, endi qarang. Mana ularda chiqarishga qaytarib qo'ying. Mana qarang. Shipulni mana kiradi. Mana bu shipulni ham kiradi. Tushundingizmi? Sog'lig'ingizlar. Ketdimda, qarang, 2 kilometr tushundingizmi? 2 kilometr. Men qarang. Ocean. Money.